Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hammalar xush kelibsizlar. Hammalardan uzr so'rayman, biroz kechikib qoldim. Bugungi suhbatimizga xalqimizga, millatimizga, dinimizga sidqidildan xizmat qilgan, samimiy xizmat qilgan, din xalqimiz uchun, yurtimizni tinchligi uchun fidokorona xizmat qilgan bir ustozlarni ham taklif qilganmiz. Bir vaqtlar bo'lib, mabodo kirib qolsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana achinarli holat, musulmon olamidagi bir xunuk holat, ya'ni ayanchli holat. Bu yaqin bizga qo'shni davlatlar bo'lgan Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi kelishmovchiliklar, nizolar, qo'pol qilib aytganda u yerdagi inson qoni to'kilish bo'lib ham, ayniqsa ikkala taraf ham o'zini musulmon deydi. Shu musulmonlarni qon to'kilishi haqida. Bu juda ham achinarli holat. Avvalo dunyo tinch bo'lsin, bu qo'shni davlatlar tinch bo'lsin. Eng birinchi o'rinda tor yurtimiz tinch bo'lsin. Bu tinchligimizga ko'z tegmasin, Alloh taolo o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Juda xursand bo'ldik, mamnun bo'ldik. Ustoz, Rahmat. Avvalambor o'zim avvalida albatta hamd sano Alloh subhanahu va taologa bo'lsin deymiz. Va uning elchisi bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin deymiz. Va mana shu suhbatlarni boshlab, ya'ni davom ettirib turganingiz uchun juda ham xursand bo'lib turibman va bu albatta manfaatli bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman va har qanday holatda shuni yaxshilab, mana bu tinglovchilarimiz ham yaxshilab anglab yetsinki, hozir mana shu suhbatlarni tashkil etib jasorat ko'rsatib turgan Bahromjonni Alloh subhanahu va taolo o'z hifzi himoyasida saqlasin. Chunki vahdoniyat uchun va shu bilan birgalikda Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasi astag'firullah va tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu sadaqallohul azim. Mana shu oyatni oxirgi paytlarda biz mensimasdan, e'tiborga olmasdan, bu chaqiriq Allohning chaqirig'i ekanligiga ahamiyat qaratmasdan turli mazhablarga bo'linib olib, bir-birimizni ko'rolmay, bir-birimizga tabassum ham qila olmaydigan bir holatga kelib qolganimiz bu achinarli holat. Shuning uchun Bahromjon Alloh muvaffaq aylasin. Biz necha yildan beri bu narsalarni gapiryapmiz, lekin ko'p joyda bu narsani qabul qilish masalasi juda og'ir. Ayniqsa mana shu ahli sunna va jamoa deb gapirsangiz ham oxirgi paytlarda faqatgina yo'q, hanafiylikni gapirishimiz kerak degan holatlar ham uchrab turibdi. Shuning uchun fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, eslanglar, axir mana shu Iroqda nima bo'ldi? Iroqda demak Shia kiyimida, uni endi Shialigini hech kim nima qilmaydi, lekin video demak kameralarga Shiani kiyimida qaysidir bir odamlar tashkil etib, demak sunniylarni masjidida borib portlash ishlarini qildirilgani, bu ham endi kim tomonidan qilingani ma'lum-ku, lekin musulmonlarimiz shu narsani yaxshi anglamagan holda bir-birlarini masjidlarini portlatishga o'tib ketgan holatlarini eslanglar. Hatto maqtanib ham chiqib gapirishdi, mana shialar bizni masjidimizni portlatgan edi, oddiy namoz paytida biz ularni juma namozida portlatdik deb bir-biriga mana shunday bir maqtanuv holatlari yuzaga kelib ketishini sababi ana shu biz dinni asl mazmun mohiyatidan yiroqlashayotganimiz va birlashmayotganimiz uchun ham mana bunaqangi Falastinni holatiga kelib qolganimizni anglab yetishimiz kerak. Bir-birimiz bilan talashayotgan narsalarimizni ko'rsangiz, ishora sababa qilding, qilmading,
rafuliyading qilding qilmading qilib turib haligacha ana shu holatda u 72-yilda Shayx Ziyoddin Ejon boboxon gapirganlar, bu narsani yig'ishtiraylik, shu holatga kelib qoldikmi endi, bir-birimiz bilan mana shu talashib tortishayotgan narsamizni qaranglar degan gapni gapirgan paytlarida ham o'sha davrda ham tushunmagan ba'zi bir odamlar bugungi kungacha ham ana shu johillikda qolyapti. Alloh saqlasin. Biz musulmon birodarimiz u kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mazhab va qaysi yo'l, qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar avvalambor bir-birimizga munosabatimizni to'g'irlashimiz kerak va mazhablar aro mutaassiblikni yig'ishtirishimiz kerak. Bu eng bugungi kundagi dolzarb masala va bizni o'zi mana shu mazhabbozlikka, bir-birimizga mana shunday bir nafrat bilan qarashimizga islom dushmanlari juda katta harakat qilyapti va mana shu harakatini tinmasdan qilyapti. Natijada musulmonlar birlasha olmayapti va birlasha olmayotganini sababi ham ular tomonidan qilinayotgan fitnalar ekanligini yaxshilab anglab olishimiz kerak. Hatto bir mazhab keyingi yoki ikkinchi mazhab sohiblariga nafrat bilan qarayotgani, yahudiy bilan oldi berdi qiladi-yu, lekin boshqa mazhabga dushman nazarida qarayotgan holatga yetib keldik. Mana hozir O'zbekiston sharoitida qarasangiz ham savdo sotig'ini boshqasini xristian bilan qilyapti, yahudiy bilan qilyapti va hokazo, lekin mazhabi boshqa bo'lsa u bilan gaplashmay, uni dushman qilib ko'rayapti. Alloh saqlasin, nauzu billah. Shuning uchun Bahromjon, men fursatdan foydalanib juda ichimizdagi bugungi kundagi bizni ichimizdagi katta bir muammoni ko'tarib, Alloh rozi bo'lsin sizdan va sizga ta'lim bergan ustozlardan Alloh rozi bo'lsin. Sizga o'xshagan bugungi kunda mana shu ahli ilmlar bizga yetishmayapti va bu gaplarni gapira olmayapti ko'pchilik. Shuning uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan va siz ustozlaringizdan, ota-onangizdan. Shunday ekan, mana shu musulmonlarni birlashishi uchun qilinadigan har bitta xatti-harakatga biz ham bel bog'lab, demak, mana shu fursatdan foydalanib shu narsani aytmoqchimanki, Alloh subhanahu va taolo sizni mana shu olib borayotgan ishingizga o'zi madadkor bo'lsin. Sizni ustozlaringizga Alloh taolo har taraflama mana shunday bir savoblarni o'zi ko'paytirib yozsin. Siz bugungi kunda juda katta ishni amalga oshirish bel bog'lab turibsiz o'sha amalga oshirish bo'yicha. Shuning uchun men sizni haqqingizga va sizni ustozlaringiz, sizni ota-onangizni haqlariga duo so'radim hozir. Mashalloh. Juda xursand bo'ldim ustoz. Shuning uchun bugungi kunda ayni mana shu bizni fitnalarga giriftor qilayotgan kuchlarga qarshi biz qurol emas, balki ma'naviy nuqtai nazardan narsani yo'lga qo'yib, bir-birimizga chiroyli munosabatda bo'lib, ilm bilan bu narsani hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Ayni mana shu yo'l tutilibdi siz tomoningizdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan, sizni ota-onangizdan va ustozlaringizdan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat ustoz, sizga ham boringizga shukur. Sizni tashrifingiz xursand qildi. Juda doim bizga, xalqimizga duogo'y bo'lib, yana avvalgidek dinimizga xizmat qilishda yana o'z bosh-qosh bo'lishingizni umid qilamiz. Ilohim, amin, amin. Lekin bu shunday bir tushunmovchiliklar bo'lishi tabiiy. Lekin bunga masalan shunday bo'layapti ekan u endi men boshqacha bir faoliyat yuritishim kerak ekan u degan narsani qilmaslik kerak. Tushuntirishimiz kerak. Bizning safimiz o'zi ko'p, katta bizning safimiz demoqchiman. Buni faqatgina o'sha ahli ilmlar bugungi kunda yaxshi tushungan holda, masalan, agarda biz birlashadigan bo'lsak va ko'pchilikni tashkil qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan ularni qo'llab-quvvatlayotganlar ham buni agarda asliyatini va buni asosini tushunib yetsa, inshaalloh hammasi joyiga tushadi. Lekin bu narsani albatta ma'naviyat bilan, ma'rifat bilan va shu bilan birgalikda ilm orqali amalga oshirishimiz kerak. Chunki bugungi kunda ko'rib turibmiz, har xil
ma'naviyati past va ongsiz ravishda chiqib, qandaydir bir laqablar to'qib, qandaydir bir kimlargadir demak Yevropalarga nisbat berayotganlar va hokazolar, bu demak ilm bilan yoki ma'rifat bilan qilinmayapti bu narsalar. Shuning uchun oltinni hamma ajratib oladi. Siz mana shu faoliyatda davom etib sobit qadam bo'lishingiz kerak va biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak va shu bilan birgalikda boya zikr etilgan oyatga hammamiz itoat etishimiz kerak va uni farz deb bilishimiz kerak va musulmonlarni shu safini kengaytiradigan, ya'ni ichidan buzishga harakat qilayotgan kuchlarga qarshi ilm bilan birlashishimiz kerak. Inshaalloh. Endi sizdan bir ham iltimos qilamiz. Biz yoshlarga o'z yo'l yo'riq ko'rsatsangiz, haqqimizga duo qilib tursangiz, yanayam inshaalloh yaxshi bo'ladi. Shuni sizdan iltimos qilib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Albatta biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni berishga tayyormiz va eng asosiy narsa shu narsani bilishimiz kerak. Biz boshimizdan juda ko'p narsalarni o'tkazdik va juda ham og'ir paytlarda ishlaganmiz. Uni tushunganlar tushunadi va mana shu ko'p holatlarda bizga ko'p narsalar tajriba bo'ldi va mana shu tajribani Xudo xolisa o'rtoqlashib, albatta sizni olib borayotgan mana shunday bir ilmiy yo'nalishingizni va shu bilan birgalikda haqiqatni bir tarqatish yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlaringizni biz qo'llab-quvvatlaymiz va shu bilan birgalikda bizni eng asosiy maqsadimiz, oliy maqsadimiz islomni kalomini, islomni shiorlarini oliy qilish va shu bilan birgalikda ana shu shiorlari ostida musulmonlarni birlashtirish eng asosiy narsa va shu bilan birgalikda shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Albatta bizda demak radikallashuvga, mutaassiblikka va shu bilan birgalikda dinni qandaydir bir siyosiy maqsadlarida foydalanishga urg'u qaratadigan, shunga qandaydir bir targ'ib qiladigan kuchlarga qarshi bo'lamiz albatta va islomni o'zini yo'liga solishga harakat qilayotganlar, haqiqatidan chetlashtirib odamlarni boshqacha bir ma'noda kimlargadir tobe qiladigan va orqasida albatta qandaydir bir siyosiy kuchlar turadigan kuchlarga qarshimiz. Bu narsani albatta aytib qo'yishimiz kerak. Biz faqat va faqat islomning haqiqatiga, Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimiga va shu bilan birgalikda sof yetib kelgan bizgacha haqiqiy qo'shilmagan qandaydir bir kimlarnidir siyosatiga o'ynab turib to'qilgan hadislarga biz ham qarshimiz. Shu narsani aytib qo'yishimiz kerak. Rahmat, boringizga shukur. Uzoq yillar bizga shunaqa ustozlik qilib yuring. Alloh taolo umringizni uzun qilsin. Ikki dunyoda ham martabangiz baland qilsin. Rahmat ustoz. Rahmat. Katta rahmat sizga ham. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling ustoz. Ustozni aytganidek, Allohning kitobida birlashib, sof uydirilgan o'qimalardan xalos bo'lgan haqiqiy bir sunnatda, Qur'onning ijrosida birlashdi. Alloh taolo nasib qilsin. Muhtaram birodarlar, endi kimdaki savollar bo'lsa yoki bir fikr takliflar bo'lsa, marhamat. Savollar bo'lsa bemalol. Xo'p, bo'ladi. Rahmonjon, ha, siz javob beravering. Agarda qo'shimcha qilish kerak bo'lsa, men so'z olib to'ldiraman. Xo'p, bo'ladi. Valla kechroq kiribman, 50-minutda dinimizga xizmat qilgan mana Nurimon, Abdulhasan ustozlar bor ekan, yana boshqalar ham shuni savol berganiga javob berayotgan paytingizga kirdim. Avvalambor mana shuncha sizni yoningizga kirib, sizni qo'llab, shu ustozlarga minnatdorchiligimizni shu gruppaga kirganlar nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz endi yoshimiz katta bo'lsa ham biz ilmiy ta'limimiz o'rganyapmiz. Juda bir chiroyli sifatida ko'p narsani o'rganyapmiz.
Endi hozir savolim ham yo'q edi-yu, Bahromjon, iloji bo'lsa kechroq kirdik. Shuni ertaga biz juda yaxshi narsalardan quruq qolmaylik, ertaga alohida eshitaylik shuni. Bahromjon, alohida 1 soatlik bo'lib qolibdi. Shuni chiqarib yuborsangiz xursand bo'lardik. Shuni aytmoqchi edim. Hamma shu dinimizga katta xizmat qilgan shu Nurimon Abdulhasan domlamizga yana ustozlarga hammasiga shu gruppadagilardan nomidan ham rahmatimni aytmoqchi edim. Rahmat. Rahmat sizga aka, Alloh rozi bo'lsin. Ustozni minnatdorchilik bildirish maqsadida kelgan ekansiz, rahmat aka. Ovoz biroz uzilib keldi, lekin tushunarli bo'ldi. Sizga ham rahmat.